Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi go'zal kun hammamizga Robbimiz tomonidan muborak bo'lsin. Biz Andijondagi Jahon bozori mebellar olamiga keldik va bu yerda bir ajoyib stul, divanlarga ko'zimiz tushdi. Obunachilarim, vatandoshlar, bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal, beqiyos ishlar. Biz hozir o'sha mebellarni, ya'ni stul, divanlarni yaratgan inson yosh tadbirkorimiz bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Adashmasam ismingiz Otabek. Otabek, bugungi go'zal kun muborak bo'lsin. Hammamizga kirib kelayotgan hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Charchamay ro'zalar tutyapsizmi? Keling, siz bilan birozgina jonli suhbat qurgimiz keldi. Albatta. Shu yaratgan ishlaringiz haqida bizga birozgina bir tushuncha berib o'tasiz, ha? Albatta. Haqida keling bizga. Stolimiz laminatdan bo'ladi. Chekalar PX bo'ladi. Obunachilar azizlar, biz o'tirib suhbat quryapmiz. 75 ga 160 bo'ladi eni ham. Bu xonimizni oyog'i ham o'zidan bo'ladi, laminatdan bo'ladi-da. U ham PX bo'ladi 100%. 100% PXdan bo'ladi. Xudo xolasa. Endi bu ishimizni o'zi korpuslari laminatdan bo'ladi. Hozir Otabek menga juda ham yoqdi, o'tirib oldim. Albatta. Yumshoqqina ekan. Keling, shu ichida nima bor endi? Bunimiz machalka bor. Machalkamiz 19 plusdan bo'ladi. Cho'kib qolmaydi, xudo xolasa, xizmat qiladigan. Arzonidan emas. Keyin korpusimiz ham laminatdan. Ichlari sonda ochiladi. Bu ochiladimi? Ochiladi, albatta. Ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsangiz, mana xudo xolasa, mana yurtdoshlarimizga ham qiziqda juda ham. Ichlari ham laminat, keyin bitta baquvvat tomoni, plus tomoni mana xudo xolasa o'zimiz ko'rsatib beramiz. Mana ishimizga javob beramiz, surib tegiladi. Har tomonimiz xuddi shunday. Ichlari ham anaqalarimiz ham PX kilomkadan bo'ladi. Laminat korpuslarimiz. Ishlarimiz behijolat, xudo xolasa. Aniqrog'i mustahkam demoqchisiz. Albatta, shunday. Sizga javob berasiz. Xudo xolasa. Buni butun O'zbekiston bo'ylab beryapmiz. Tojikistonga ham beramiz. Bo'lyapti endi bu Otabek. Narxlarimiz 2,5 million so'm bularimiz. Bu shu komplekt. Komplektimiz bular 10 kishilik deymiz-da. 10 kishi pufillari ham 4 tadan. Tabrik. Shu aylanpasiga komplekt. 2,5 ga 1,60 dagi tushadi bu razmerimiz. Misol tuymasi, misol hozir bolajonlarimiz ko'p, tuyman uzadi, boshqa bo'ladi deganga burnimizni chiqarganmiz. Misol tuymasi ham baquvvatli, prosta atak, mana yangi, misol qo'shimcha variant. Buni ham tuymalari bor. Tuymalar behijolat, uni ham ipda otiladi. Konkretnik qilib, xudo xolasa, ishimizga javob beramiz. Material nimadan endi Otabek? Bunimiz mo'shi material, yangi chiqqan, arti-barti, misol hozirgi kendalarimiz, opalarimiz arti-barti behijolat chiqaraveradi. Xudo shunday. U aytganda misol polni ranglarni moslab qilib beraveramiz u. Holat, Otabek, necha xil ishingiz bor endi? Necha xil? 10 xildan ziyod ishimiz bor. 10 xildan. Hozir mashettagimiz 2 xilimiz bor. Atak ana qo'sa, hamma variantdan qilib beraveramiz. Chiroyli. Muammo yo'q, xudo xolasa. Zakasini hozir meni tasvirchim Shuhrat shu divaningizga, shu stolingizga xaridor bo'ldi. Necha pulga berasiz endi? Agar mashiga misol keladigan bo'lsa, 2 tumbalari ham bormi? Albatta. 2 tumbasi bor? Bunimiz 4 ta. 4 ta tumbasi, divani. Xuddi shunday. Xudo xolasa bu biz keling vodiyda xon taxta deb qo'yamiz. Xuddi Xon shunday. taxtasi. Shu qancha bo'ldi endi? 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. 2 million 200 mingga berasiz. 200 ming so'm. Andijon shahri bo'ylab dastavkamiz bepul. Ichida, xuddi ichida. O'zbekiston bo'ylab bo'lsa 2 million 800 ming so'mga Liboy, Qoraqalpog'istongacha yetkazib berishga qurbimiz yetadi. Dastavkasi 600 ming bo'lar ekan. Xuddi shunday. Ham 600 ming so'm bo'ladi dastavkasi. Ichida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab eng uzog'ini aytamiz. Qoraqalpoqqa qilib beradi. Adak, Namangan, Farg'ona bo'ladigan bo'lsa, puli qisqaraveradi. Eng oxirida yengilroq bo'ladi. Eng oxiri ashi Qoraqalpog'istonga yetkazib beramiz. Chunki yuklarimiz bor. Qilib beramiz. Hozir Otabek avaylab chiroyli qilib ishlatsa qanchaga yetadi yana? Qanchaga? Xudo xolasa biz o'zimiz 3 yilga garantiya beramiz bunga. Konkret. Endi avvalambor odamni o'zi ishlatishiga bog'liq, hamma narsani. To'g'ri. Ishlatishiga bog'liq. To'g'ri. 3 yilga davr xudo xolasa, shilinmasa, xuddi shunday. Ko'targanda ehtiyot qilsa 3 yilga yetadi xudo xolasa. Xuddi shunday. Baquvvat javob beramiz. Otabek, hozir keling, butun O'zbekiston ko'ryapti aholisi, xaridorlar, xudo xolasa obunachilar. Men endi Otabekning shu ishlari yoqdi.
Otabekka qanday qilib murojaat qilamiz va Otabekni qanaqa qilib topamiz desa, kameraga qarab telefon nomeringizni aytib o'tasiz. Nomerlarimiz bor. 97lik 465 23 25. Yana bitta takror aytib qo'ying. 97lik 465 23 25. Xudo xolasa 24 soat murojaat qilishaveradi. Bemalol Bemalol yonib, raqam yonib, ish Xudo xolasa. Misol o'tish holati bo'lsa, men SMS kelib o'zim qaytaraman. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Kim telefon qildi? Ha, albatta, u anaqasi qolib ketmaydi. Обязательно qaraladi. Javob qolib ketmaydi. Shunday. Qaytaramiz xudo xolasa. Vatandoshlar, agar Otabekni ishlari, ya'ni yosh tadbirkorimizni ishlari yoqqan bo'lsa, bemalol telefon raqamlarini o'zlari aytib o'tdilar. O'zingiz qo'ng'iroq qilasiz, ushbu inson bilan o'zingiz bog'lanasiz. Aytib o'tdi Andijon bo'ylab dastlabkasi xudo xolasa ichida xudo xolasa. Otabek, sizga kirib kelayotgan hayit bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat. Oila a'zolaringiz baxtiga sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Duogo'ylaringiz, mehribonlaringiz, yaqinlaringiz sizni baxtingizga doimo salomat bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha siz bilan xudo xolasa yana bog'lanamiz, yana ko'rishamiz. Albatta. Nasib qilsa. Sizga katta rahmat. Aka, sizlarga ham rahmat. Xo'p, inshoalloh aka.